Assalomu alaykum azizlar, barchalaring tani jonlaring sog' salomatmi? Issiqlarda charchamayapsizlarmi? Azizlar, bugun juda ham muhim bo'lgan, hozir yozda ham, qishda ham juda ham ko'p uchraydigan pnevmoniya, ya'ni o'zbekchasiga zotiljam kasalligi haqida gaplashamiz. Zotiljam bu o'pka to'qimalarini yallig'lanishi bilan kechuvchi kasallik bo'lib, buni qo'zg'atuvchilari har xil bo'lishi mumkin. Viruslar, bakteriyalar, zamburug'lar bo'lishi mumkin. Asosan ko'proq bakteriyalar sababchi bo'ladi va boshqa kasalliklarning asorati sifatida ham kelishi mumkin. O'zbekchasiga aytamiz-ku, xalq tilida o'pkasiga o'tib qopti deb aytiladi. Bu narsa, ya'ni o'pka to'qimasini zararlanishi bilan kechuvchi kasallik hisoblanadi. Albatta, sabablarini aytib o'tdik. Buni yuqish yo'llari, ya'ni havo tomchi. Bemor tush ko'rganda, yo'talganda, aksirganda o'sha bakteriya, viruslar tashqariga chiqib, sog'lom odamga tushib va u insonni ham o'pkasini yallig'lantirish mumkin. Ya'ni bu kasallik yuqumlik hisoblanadi. Ana undan keyin buni davolash. Ko'pchilik bemorlarimiz, ko'pchilik insonlar o'zbekchilik yo'talib yuraveradi, balg'am chiqsa ham yuraveradi, isitma chiqsa ham shifokorga bormaydi. Bu asli noto'g'ri. Hattoki balg'amda qizil bo'lib, qon aralash bo'lib qolishi ham mumkin. Ana shundagina ko'proq shifokorga boradi. Yo'taldingizmi azizlar, isitma chiqdimi, albatta shifokorga uchrang. Qaysi joydan bo'lishingizdan qat'iy nazar, o'zingiz oilaviy shifokormi, poliklinika shifokormi, kim bo'lishidan qat'iy nazar uchrab o'zingizni tekshirtiring. Kasallik jiddiy bo'lib, asoratgacha olib bormaslik kerak. Belgilari: yo'tal, balg'am ajralishi. Mana shu balg'am ajralishi deganda quyidagi narsalarga e'tibor berish kerak. Ya'ni balg'am rangi oq, sariq, qizil va ko'k bo'lishi mumkin. Sariq va ko'k bu yiringlik jarayonlardan darak beradi. Ya'ni o'sha yerda yiringlash jarayoni ketyapti. Qizil bo'lsa bu albatta qon aralash, ya'ni mayda kapillyarlarning yorilishini hisobiga balg'amda qon chiqyapti. Demak, balg'am ajralishi, yo'tal, isitma, tana harorati 38, 39, hattoki 40 gacha bo'lishi mumkin. Ana undan keyin holsizlik, ishtahasizlik, yotib olish, charchash kabi belgilar kuzatiladi. Davosi oddiy. Albatta, agar kasallik erta bosqichda bo'lsa, davolash juda ham oson. Albatta, kasallik keltirib chiqaruvchi sababiga qarab lecheniya qilinadi. Ya'ni bakteriyaning bo'lsa, ko'proq antibiotik beriladi. Antibiotikda har xil turlari bor. O'zboshimchalik bilan antibiotik olmanglar, azizlar. Ba'zi bir bemorlar kelyapti, oldingi lecheniyangizni yana oldim, o'tgan yilgi retseptingiz turuvdi, shuni oldim, yaxshi bo'lmadi. Azizlar, doim biz bir xil kasal bo'lmaymiz-ku, to'g'rimi? Inson har xil kasal bo'lishi mumkin. Har doim bir xil kasallik yuzaga kelmaydi-ku. Shuning uchun albatta shifokorga ko'rining. Va antibiotikni vrach tavsiyasi bilan va nazorat bilan, proba bilan, ya'ni sinama bilan olish kerak, azizlar. Yaqinda bir holat bo'ldi. Bir inson o'ziga o'zi antibiotik qilgan, o'sha antibiotik yoqmasdan o'sha inson uyida vafot etgan. Xudo saqlasin bunday holatlardan. Shuning uchun azizlar, tavsiya shifokor nazoratida, proba bilan, sinama bilan olinglar. Ana undan keyin shikoyatiga qarab, agar balg'am ko'chish qiyin bo'lsa, balg'am ko'chiruvchilar, yo'tal ko'p bo'lsa, yo'talni pasaytiradigan antigistamin, misol uchun diazolin bo'lishi mumkin, loratadin bo'lishi mumkin, ketatifin, zodak, allergiya har xillari bor. Bularni vrach tavsiyasi bilan olinadi. Balg'am ko'chiruvchi dorilar ambraksol bo'lishi mumkin, ASS bo'lishi mumkin. Bularda ham turi ko'p. Bromgeksin yoshiga qarab, holatga qarab beriladi. Antibiotiklarda ham vrach tavsiya qilib beradi. Ana undan keyin intoksikatsiya belgilari bo'lsa, osma ko'llarmi, riasorbilakmi, glyukozami, holatga qarab sahar yo'q bo'lsa olinadi va bemor albatta yotoq rejimda bo'lish kerak. Ya'ni agar holatga qarab jiddiyroq bo'lsa shifoxonada yoki uyda lecheniya olsa ham bo'ladi. Lekin biz o'zbekchilik bir kun ukolni olamiz, isitmamiz tushadi, yugurib ishga qarab ketamiz yoki agorodga kirib ketamiz, mol hol bo'lsa qarab ketamiz. Bu asli noto'g'ri. Antibiotik va dorilarni to'liq doktor yozgandaqa olish kerak, yotoq rejimda bo'lish kerak, yaxshi sifatli oqsilga boy mahsulotlar yeyish kerak. Ana undan keyin sekin astalik bilan oldingi holatga, rejimga
qaytasa bo'ladi. Azizlar, o'zlaringizni ehtiyot qiling, doim salomat bo'ling. Sog'lik va tinchlik bu eng aziz ne'mat. Doim salomat bo'linglar.